gülnün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Koyaş söygen gülnün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Şuma bəxət kilər əzəldir Quyaş təkildir aynidir Şuna bakıp kiler azaldı Quyoşdagi qayildir Yaman bulsun demez anılar Faqat kuyar pərzəkliyə Yaman bulsun demez anılar Faqat kuyar pərzəkliyə Tavlansı deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydi atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Aileden taralgan mihir Yurtudu alemni tutkin Aileden taralgan mehir Yortudu alem tutkin Ata qılsa söygüge təqdim Sadaqatga to'lgan bir kunum Ata qilsa söygüge taqdir Sadaqatga to'lgan bir kun Yaman bulsun demez anılar Faqat kuyar pərzəkliyə Yaman bulsun demez anılar Faqat kuyar pərzəkliyə Tavlansı deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlansı deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Şu men bağı bu gittim. Uruk tuqqan dost buradan el ağinilden altın zıbı zinnet japtıklarının hemen ariyetki ile düşmanlarımın közden ot çıkırıp etmekçi adaş. Aşta qıl adaş, tuz opta oylapsa. Her az yelk Polat degen bir nimnamın közden ot çıkırıp çay qılmaylı degenige toy kızıp etmeydiğen bolsa. Adaş, toyluqniço tazı sal. Qızlarının aldın qoyğını qancha jiq bolsa, sening yüz obro'yingmi, qizingning yüz obro'yimi? Shuncha yuqori bo'ldi emasmi? Undaq qazanғы mundaq chimit. Unuğa tetimisam, Fatime degen ismini yetkib o'tamni adaş. Jinim adaş, kallangni ozroqli ishlasangchi, u boyvachchining yonchiqidagi pullar tabiiy qo'lingga keldi emasmi? Kiyog'lingga nuqta solsang, tog'isi nega qichib qutula olaydi? Vay adışım, sen bizning nanani boşçaqlab qapsan-da. Bizning nanachu, Ildardek yumshaq başdan birəməyə tetig'ichilik var. O'g'irras. Nana qızım ishkimiz bir qilib quyğandek degida. Senanchi nana aş Ildarni sizgan sizqi kirgizmasmi? Shuning uchun ma aqiq deganga var o. Aldırap tomur tutqizmaslik kerak. Bumuz әдегілім, мәшілденге менімен дейді, адаш.
He. Nima dedim? Yana bir degina. Sen nima oldu? Tushundim. Mandaq deb qo'y Nanaxon. Ozam, oy canım balam, teşlik mi obdan dodun mu? Çıraylık balam. Kidan kız neymiş tap koymadın sen apa? Oy sizlerini para kendi kınmay dedim ko balam. Öyle yalğız okşamam sen. He. Öydekiler ne gitti? Şu çoğunlar şu toyandan teyarlı falan aldırız da. Lina! 我原来想死你了！哎呦，来来来，坐坐坐。好。潘星星、潘院长总是把你盼回来了啊！别提了，我也特别想你们。离开你们都20多天了。是，哎，怎么样？这次欧洲的行程还顺利吗？特别顺利。我们去，当地人们非常欢迎我们，看到那些外国人为我们跳的舞，掌声不断，心里特别自豪自己是中华民族的儿女。肯定呀，祖国一定会为你们这样出色的舞蹈家而感到自豪的。谢谢。喂，嘘。 Ama öyle yok. Pazar toylu kalkın çıkıntı demek kim bulsa. Rast gapni qilsam, sening to'ying olmagan bo'lsa, bu qatim unchalar aldirash ishlarimni tashlab, herkes kelolmagan bo'lardim. Yol ko'p jafo chekkansiz sen apa? Bilinmidi balam. Sizlarni seg'inib, bu yurtni seg'inib, ko'zlarim teshlayli deb qoldi. Yaxshi, o'zimizcha Nanaxon. Yaxshi. Ha, apos ko'rinmaydi u, bozor chiqyaptimi? Ha, shu to'yliq qolmanda. Voy, nim tugamaydigan to'yliq u. Aposning ya astir ko'mib qo'ygan birat, uni oltini bormiya. Qiz akirdigan xo'jamni ammamda qolgan to'yliq deymish, qaddiy menimizə. Bazar deb yurdidan o'qimiz. Sen uyda bakkansan bu? Oy, şu bek zukamdab ketibdikanman. Sen yuqqanmısın deb shu. Qınmaydigan qılqın yo'q seninki. Senin qılıqlaring. Qo'lingizning bek ta'm bakan Farida. Unchilab maqtab ketmang. Hey Farida, mundaq qilaylik. Bugun mallaqman nima etib baqsam qandaq? Sen nemadan Shanxayda yurib tamoq etishni unutib qoldimikin deb qolmang yana. Men aytganlarım shunaq o'xshaydi jumu. Voy bilmayman-da. Lekin bugun sizga erguz tamoq etkizmayman-jimu. Sizga aziz mehmon. Siz etgan tamoqni sizning uyingizga borgan deya olamiz-jimu da. Gapining tatliqligini. Bo'l Farida, ishimizni qilavering. Men achay. İşengen dağda keyif yatmaptı degan. Şu o'xshamamdi adaş.
Oltundek bir qizingni berib olsam, qo'ygan to'yliqni qara axir. Şunu degine adaş. Xalqning oldida ya qildi meni. Mishinchilik uzukni ko'tarib kelamdan mishinchilik, ha? Men kimim? Men mashada 4 biri. Xalqning 4 metr lotisiga şurada erib ketamanmi men, ha? Oldu xotin. Undaq demangla. To'yliq muhim emas, bolalarning baxti. Çoğunuzukini məlli elib bəməymi sizlərə? Ko'nglingni yerim qilmanglar xotin. Sizlarchu epir bo'lgan menga. To'la tishimga tegmay, bek gap qig'ilari kep ketgan bo'lsa, berib aslni, meni, qizimizni ko'zgilmagan ash piqsiqligi deb bermamla. Ey, bo'ldi. Bolalarni o'ylayli xotin. Men bolalarni o'ylamayotgan o'xshamamdimi? Bola deganchu ota-onaning yuz obro'yi bilan beshini ko'tarib yuradi. Ekran bular, ekran. Yaxshimi? Yaxshi Bala balam, yaxshi. Qarang. Yaxshimi qizim? Yaxshi. Elitan qiz so'rab kelganligiga ma to'mirimizni tutqizib qo'ysak, degan qizlar xalqning uyiga borsa, qadr olmay qolarmikin? Ey, undaq bo'lsa, so'qshamsa qudilar bilan. Qizingizga deb qo'ying. Shavkat degan kitob xaltisi cho'nchayni katta qilib bermasa, so'ngga chiqsin. To'yni buzamsa ya xotin? İşte. Buzulsa buzulmamdı o toy. Şundama kızınız degemey qalama. Vay adaş. Kaçan? Keçdimsə? Vay qayada? Tekzadılar restoransda demsə? Vay. Oy bana. Oşundaq dap yüzümü çaqırdın mı? Adam çıxmağandək. Yılıqı qoçaqның ölüki yaxşı emasmı onundan? Oy qimmat bo'lsa bo'lmamdi adaş. Alımız, kiyimiz, oynaymiz. Pul deganni cho'q qara adaş, xajlaydiganga chiqagan. Yılıqı pislik gözünün gözdən ot çıqırıydı öz taza. Ha. Kim qo'q ekan uningda? Bizning ko'ygacha o'zining yugansiz qizini boshqaruvasi bo'ldi u xotin. Gapni ko'paytmanglar. Shavkat apandimmi uyni bolaga ilib tayyor qilib qo'yibdi-ku. Birer metr raq bilan 1 gram oltinni deb qudlarning oldida yuzimiz bo'lmas. Uzunni o'ylayli. Uyt. Nim bo'ldi? Men qarab gap qilali. Ems uyni men alayma? Ildar degan mismisqa. Xotin lazım bo'lsa-chu, asin uyni. Her qancha darvozasi oltindan uy bo'lsin-chu, men qizimning eliyotgan bir tal tirnoqdan qilmayman. Qizvola bakmak unchalik oson emas. Sizchu daftar algan, eshak og'rigan yerda yurgan bilan, bolaning jafosini tatmagan bilan, mana men tatgan. Şuna yalğız qizingizning jafosi ko'zingizga ko'rinmay, xalqning bo'ron uchib turadigan uyi ko'rinib ketibdi da. Men qarang. Sizga bola lazım bo'lmay, uy lazım bo'lgan bo'lsa, berib o'zingizga ko'chib o'tolmamsiz shu uy. Ma xotinning ta'tirligini. Voy men ta'tir olmamdigan, sizlar o'ng o'g'ach, qizlarning jafosi ko'zlari ko'rinmay, Shavkat degan oljigan qiyr kitob xaltisining ta'rifini qilib, shuning dumbiqini chelg'atdilar. Ey. Nima undaq tushunmaydigansa gapni? Olduqlar adaş. Sana. Tex uyga kelin bo'lib kirmagan bu qiz bolani
kask emas ayblamayli. Yigitning ko'ngli podsho, ko'ngil degan saraq nima deb kelmiş cho'g'li. Men mush ko'ngilning keyini kirib, Aytıllan öz emrimga oldim emasin Po'latboy. Bo'lmasa xotin degan narsa meni uxlab tushimga kirmaydi degida. Samatga siz noit ta'lalikchimi? Barmayman degan tugmanga yana bordingiz. Agar yangimizdek bo'ldigan bo'lsa-ku, do'ppimizni osmonga otitdiqchimi? Kim biladi, Nanaxon texe Aytıllardim no chiqib bitamdi texe. Yo, Samatga deginingizdek bo'lsin-juma. Bizning uyga kelgandan keyin Farida qarab asta-asta tuzilib qolarmikin deyman. Lekin biz bu tarafga tatqinimiz bilan opsiyan o'zi bilgan tarafga tatib ishni buzib qo'yamkin deyman. Xudosh og'amiz tatqandek deyman. Ota-ona degan bir xosiyatli chiroq Samat aka. Bu chiroq bolalarning qalbini, turmush yo'lini kech-kunduz yo'ritib turdi. Shuning uchun ko'pincha bolalar bu chiroqning mangu yo'rib turishini umid qiladi. Lekin ularning bu orzusi amalga oshmaydi. Fukumay, bu nima degina? Bugun sening aqling joyidimi ya? Samat aka, mening demoqchi o'g'lim kunlarning birida bu chiroq hamon o'chib qoldi. Ota-ona deganni loydan, mumdan yoki yog'ochdan yasab olib bo'lmaydi. To'g'ri deysan, Fuka. Shunga ularning hayot vaqtida ularni kutib olishimiz, ularni rozi qilganimizning o'zi biz uchun bir baxt. Navbatda kelib qoldimchi, Fuka. Lekin Ildar to'y qilman deb uy ichi bo'ron chiqirvassa, bu chiroqni o'chmaydi degilmaydi shu Samat aka. Bu nima deganda? İlzarmı onçilik vafası bala emas-ku. İş bu darajaga yetgan chaqda biz bu qarab turmaymiz. To'xtat boramni deymiz. Bala dadi degan yomonken. Yashanganlar xafalık götürənməydi. Farzandmi o'z bilgini qilib yurayvas bo'lmaydi-da. Ularni bir kun bo'lsa ortiq kuldirib vaqtimizning o'zi cho'ng g'animatga. Uni bir deman singlim. Men bu ota-onamdan vaqtsiz ayrilgan bir baxtsiz odam. Endi ularni kutib oladigan vaqtida ota-onam mendan vaqtsiz ayrildi. Kulib yurganim bilan mening mudadim chiq. Shunga Ildardan ansirab qoldim Samat aka. Heliq Nana degan qiz, Yelitilla Zuhra xonadamda Shavkat akamni xap qilib turibdi. Hozir Zuhra xonadam o qizning qiliqlarini ko'rsalam o'rin tutib yetib qoladigan bo'pti, bo'ladi. Siz nasihat qilib qo'ysangiz bo'lib kelsangiz. Samat akam bizga yot emas bo'ladi. Har ishkilimiz uning oldida cho'ng bo'lgan. Uni men o'z akamdekli ko'rman. Shuni ko'nglimdagi gapni davraman. Uning ustiga Nanani men eski qiz demagandimi? U qizni yaxshimi demedingiz o'qinda olsa? Bo'ldi qilma. U qizning qiliqlari qarab men ansirab qoldim. Qaysi qiliqlarga? O qizning hadam bilan akamning oldida izzat atmay qilgan gap so'zlarini anglamadingiz. Qiliqlarini ko'rmadingiz bo'ladi. Yaxshi tarbiya ko'rgan qiz herkes undaq gaplarni qilmaydi. Qaysi gaplar? Bir aniqroq danga, men bir anglab baqay. Ayasiz gaplar bo'lmamdi bo'ladi. O qizning akam bilan hadamlarning oldida degan gaplarini, bo'libmi yan fonda do'stlik degan gaplarni anglasangiz, sizning bir oyingiz yanadi. Sana siz bilan bizning rayimiz yenib kelsa baribir beka. O qizlar tig' kichik. Ularning ko'zi kirolmayli. Qanday deysiz? O'zingiz bilasiz bu. Men bir odamning yig'irni ko'lashni faqat yaxshi ko'rmayman. To'g'ri. Ildar qoida usulliq adab axloqli qiz bilan to'y qilsa, hammamizning baxti shunday. To'g'ri.
Lekin mening g'am qiladiganim mushu. G'am qilmang seni. Meningchi Nana unda axloqsiz qizlardan emas. U Ildar bilan birga bizning shirkatga borgan vaqtida salom soati bizga bo'lgan muomalasi shunda yaxshi uch quyruq. Nemish quduslarning ko'zlariga mutassaddi ko'rinib qolganiga men hayron qolyapman. La 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 la. Nana, Oh? ota-onamning oldida sal adabchiroq bo'lganingiz yaxshi-ku deyman. Qandaq deysiz? Ota-onangizning menga fikri baxshimamdi. Ba'zan qilqirin sal chekda ichib ketgandek qildi. Da'vatdan gapingizni qarasizmi? Qaysi qilqlarim chekdan ichib ketibdi meni? Ota ana öyle